Do'stlar, dehqon akalarga zo'r narsa olib beramiz. Ovozini eshitinglar. Qaranglar do'stlar, endi Savatskoy mini traktorlar o'zimizda bo'ladi do'stlar. Buni eng zo'r tarafi rasxoti ham bor, vasha kapeka ekan, ya'ni soatiga 800 gramm salarga rasxot qilarkan. Xolos biz hozir Marg'ilonni, ya'ni Kombinat bozoriga kelganmiz do'stlar. Ya'ni zo'r narsa olib kelib berishdi do'stlar. Buni olib turib xohlasangiz bemalol sog'a qilsangiz ham bo'lar ekan, ya'ni mini traktorlar do'stlar. Bundan tashqari motobloklar, mishalkalar, agrotexnika vositalar do'stlar. Videoni oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsangiz, sizlarga to'liq obzorini qilib beramiz. Birinchi boshlab mana traktorimizdan boshlaymiz. Humoyun sanchalyapmiz. Qalaysiz? Endi qarang, Humoyun bu narsa to'g'risi juda ko'pchilik qiziqdi. O'tgan safar rosa o'zimni ham telefon qilishda, aka bormi, yo'qmi deb. To'g'risi tugab qoldi. Yana keldi, xudo xolasa, endi vobshe katta ob'yomda kelgan muammo yo'q do'stlar, yetkazib beriladi. Bitta ma'lumotini beraylik Humoyun buni. Hop, birinchi o'rindan aka motoridan boshlaydigan bo'lsak, ko'pchilik aka motoriga qiziqadi. Motori Zubir motor. Hali ancha motorlar bo'lardi, 2 talik aka, bilsangiz, shular motoridan bo'ladi, radiatorli. Radiatorli, ya'ni yozda ham qizimaydi. Yozda ham qizimaydi, suv o'sha nima qilib ishlatilaveradi. Salalkali soatiga 800 gramm 1 litr nagruzka holatlarga qarab turib rasxot qilib beradi. Soatiga 800 gramm 1 litr nagruzkada. Gap yo'q lekin. Starterdan tashqari aka akkumulyatorlari o'zida qo'yilgan aka. Oldi tomoniga bunaqa mana rotorli kasilka, jatkalarni ustida ishlatsang ham bo'laveradi. Universal, ya'ni bunda von mexanizmi ham bor. Von mexanizmi ham o'zida qo'yilgan. Rollari mexanikaga lekin aka gidravlika. Qaranglar do'stlar, yengil burilyapti. O'ta yengil. Gidravlikadan haqiqatan zo'r. Tomonni aytib o'tdikdamiz. Oldin narxlari aka 2500-2400 bilgan bo'lsa, o'zingiz ham chiqarib 2300 dollargacha sotilgan aka. 31-dekabrgacha narxi 2150 dollar optim narxi chiqyapti. Ya'ni bo'ladigan. Bo'ladigan narxi kanalga like bosib, videoga, kommentariyaga omad yozib keladigan klientlarimizga 100 ming so'mdan chegirmasini qilamiz. Kanalingiz nomidan keladigan bo'lsa. Gap yo'q do'stlar, biz obunachilarga ya'ni 2400 2,5 ming sotilganda 31-dekabrgacha 2150 dollardan optim narxda qilib yuborishdi. Chunki ukalarimiz o'zlari Xitoydan primoy olib kirishadi. Bundan tashqari, adashmasam, Qo'qonda katta do'konlar ham bor. Erta birinchi qo'limiz aka, xudo xolasa narx-navosiga behijolat komplektda aka frezasi, naborlardan komplekt beramiz. Bunaqa bir korpusli, ikki korpusli pluklarini, oldidagi rotorli kasilkalarini alohida sotib olishsa bo'laveradi. Sotuvda o'zimizda mavjud. Sotuvda bor. Sotuvda bor. Skorisi 6 talik bo'ladi aka. 6 ta skorsli bo'ladi. Ha, shu orqa tortadi bunda, panejnik, pavjnik hamma skorlar o'zida qo'yilgan. Shu pastdan nomerlar bo'ladi. Telefon qilib nima qilsa, to'liqroq ma'lumotini berib o'tadi. To'liqroq ma'lumot beriladi. Humoyun, endi qarang, misol buni olib ishlatganlar adashmasam bir 300 ta 400 ta sotdingiz bundan. Juda ko'p sotilyapti. To'g'risi tugab qoluvdi. Ya'ni kelishiga sirazi videosini chiqaryapmiz. 1 gektarlik yerda qanchada haydab yuboradi? Aka, bu masalan me'yori yo'g'ini o'zingiz charchab qolmasangiz, o'zingiz olib qolmasangiz, aka, bu traktor 24 soat ham tinmay ishlayveradi. Endi uzog'i bilan aka 1 gektarlik yerdan 2 soat, 3 soat harakatiga qarab bemalol haydab yuborsa bo'laveradi. Gap yo'q do'stlar, qaranglar, buni xo'jalik ishlatsalar ham bo'ladi. Teplitsasi bor akalarimizga ham juda zo'r variant bo'ladi. Narxlari ancha tushdi do'stlar, shikalan. Bundan tashqari motobloklar ham, motobloklarni bitta tushuntirib beraylik. Motoblok sezon kelyapti. Eng xatovoy, eng ko'p ketadigan variant 17 kuchli Kentaur aka. Motori 192 motor, benzinli, akkumulyatorli, starterli. Bunga ham jatka ustunovka qilsangiz bilan komplekt freza ключ dokumentlarni beramiz. Narxlari 580 dollar. 580 dollar. 650, 600 dollar sotilgan. Hozirgi kunda 580 dollar narxi chiqyapti. Gap yo'q lekin. Bunisi-chi? Temir korpusli varianti. Narxlari 2 talik, X kalibr, buni ham akkumulyatorlari katta, 15 ot kuchli bu. Bu 565 dollar chiqadi. Kanal nomidan keladigan chegirmalar bor. Do'stlar, kanalimiz nomidan kelsalaringiz sizlarga ancha arzon qilib beriladi. Hamma narsalarni tushgan narxida aytilyapti, chunki yangi yilgacha aksiya qilishgan ukalarimiz aytib o'tgandek do'stlar, Xitoy davlatidan o'zlari do'stlar juda katta partiyada olib kirishadi bular. Bemalol narx-navo solishtirib olsalaring ham bo'laveradi. Bu necha pul endi? 9 ot kuchlisi bor, xuddi shu X kalibr. Narxi 6 million 200 ming so'm. 6 million 200 ming so'm. Gap yo'q. Qancha narxini aytyapsiz, telefon qilsa ma'lumotlarni beramiz. Endi bu kichkinachi bu xo'jalik boblari. Starterli, kalitdan tashqari ushni zolit bo'ladi. Narxi 4 million 900 ming so'm beramiz. 4 million 900 ming so'm. Bu uchalasi bir xil-a? Yo'q, bu faralisi, startersiz farali. Narxi 4 million 200 ming so'm. 4 million 200 ming so'm. Oddiyroq varianti bu. Bularimiz aka, xo'p, 3 million 600 ming so'm. 3 million 600 ming so'm. Endi qarang, hozirgi kunda juda ko'p
ustalarga kerak bo'layotgan narsa, ya'ni bu beton meshalkalar do'stlar. Zavodskoy eng qizig'i bu yasama bas, yo samodenniy bas, zavodskoy bo'ladi do'stlar. Motorlariga javob beriladi. Bemalol do'stlar, garantiyalari bor. Ko'rib turganlaringdek, metallari ham zavodskoydagi qalinroq bo'ladi. Bundan tashqari ishlataman desam, maza qilib ishlatasiz. Buni endi xohlagan ob'yemda yetkazib berishaveradi. Buni narxi necha pul? Xo'p, qarang aka, buni narxi $210 boshlanib $350 gacha bor. Samodelkadan farqi besi yengil. Aha. 1 yildan garantiyasi beramiz. 1 yildan garantiyasi bor. Pastotka ham ishlaydigan variant. 160 litrlidan 250 litrgacha bor. Gap yo'q, 160 dan 250 litrgacha pastokda ham bemalol ishlayveradi. Endi bundan tashqari ichkaridagi narsalar ko'rsatadigan bo'lsak, bu endi chorvador akalarga ham do'stlar, xo'p, adashmasam bu o'sha poyalar maydalaydigan bu. Poyalar maydalaydigan ko'p variantlari bor. 6 pichoqlisi bor. Mana 6 pichoqli. Pichoqlar, pechatli original pichoq, motorlari ham shu pastokda ishlaydigan motordan. Narxi 2 million 200 ming so'm qilib beryapmiz. 2 million 200 ming so'm. Gap. 4 pichoqlilari bor. 4 pichoqlilardan 2 million 300 ming so'mdan chiqyapti. Ob'yemi kattaroq. Keyin hozir trendga chiqqan lentali variantlari kelgan, ki o'zida lenta orqali tortadi. Bu 0,5 santimetrdan 1 santimetrgacha poyani, somonni shunga o'xshagan narsalar maydalab beradi. Narxlari 4 million 700 ming so'm chiqadi. 4 million 700 ming so'm. Universallari bor. O'tni ham, donni ham maydalaydi aka. Hamma narsani buni do'stlar hozir juda ko'p odamlar yaxshi biladi. Ya'ni bug'doyni ham do'stlar, makkani ham un holatiga olib kelib beradigan o'sha drabilkamiz bo'ladi. Poya, moya hamma narsa ketaveradi. Narxi 3 million 300 ming so'm. 3 million 300 ming so'm. Gapi endi motopilalarchi, bu sezon keyin motopilalar gapirmay, aksiyaga tushirib yuborganmiz. Bu ham 31 dekabrgacha 500 ming so'mdan xolagan bir pilani kelib tanlab olishlar. Elektropila ham bor ekan. Elektropila ham 500 ming so'm, motopilani xolagan modellarga ham 500 ming so'mdan. Gapi yo'q lekin. Endi bag'ida do'stlar divijoylar, bu qanaqa misholcha bo'ldi? O'tgan safar kelgan yo'q edi. Tayyor aravachalik steshkasi, masalan, steshkachi akalarimiz uchun o'ziga tayyorlab aravaga og'dar, boshqa qilini xohlab bo'lmaydi. Shunday og'darlanadi. Gap. 200 talik, 240 talik. Gap. 200 taligini narxi $230, 240 taligini narxi $280. 280 bu ya'ni tayyor ekan do'stlar. Qaranglar, bundan keyin paqirga solib yurmaysizlar, ya'ni o'zida aralashtirib turib, o'zini qilib oladigan bo'lsangiz, stashga qo'yadigan bu akalarga vashi zo'r variant ekan. Yetarab bu joyga tayyorlab turib, shuni tashab kelsalaring bo'laveradi. Gap yo'q. Endi bitta vakuum ham bor ekan. Vakuum aka bular hozir juda trendga chiqib ketyapti. O'zi tortib aka, o'zi vakuum bilan chiqarib beradi. Aka bu $400, $450 sotilgan. Hozir narxini 4,5 million so'mga tushirib qo'ydi. 4,5 million so'm. Gap yo'q. Endi mana bahorga kerak bo'ladigan ko'chada yeydiganlarimizni ham aytib bering. Komplektda chuqur nasatkasi bo'ladi. Benzin. 150, 250, 350 nasatkalar bo'ladi. Narxi 1 million 950 ming so'm. 1 million 950 ming. Rasak do'stlar, bahor sari hozir olib beradigan bo'lsangiz, bahorda buni narxi qimmat bo'lib ketadi. O'shuning uchun menimcha bosib oladigan narsa. Endi ichkariga kiradigan bo'lsak, do'stlar, ichkarida xudo xohlasa kimga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma narsa bor. Karcher, divijoy, bundan tashqari do'stlar, pilisos, kichkina karcher, invertorlar, stabilizator, juda ko'p narsa bor. Bularni ham aytib o'tib ketamiz. Birinchi divijoydan boshlaylik. Necha puldan boshlanadi, necha pulgacha? Divijoy aka $200 dan boshlanib, bizda hozir $800 gacha bor. Averli, masalan, hozir ko'pchilik trendga chiqib, Averli o'zi o'chib, o'zi yonadigan variantlar. 5,5 kW, 6,5, 7,5 hamma modelidan bor. Hamma modelidan bor. Bor. Gap yo'q lekin. Endi bu tomonda mukacha akalarimizga karcherlarni ham adashmasam xilma-xil eng zo'rlardan ham bor ekan. Xo'p, Omax Italia pompa narxlari $850, undan bor ekan 7,5 klar narxlari ham arzon $750, davlenalari 350 bar davlenalar beradi. 380 220 hammasidan mavjud ekan. Narxi necha pul? Xo'p, $750 kamini qilib beramiz. Kami qilib beriladi. Pilososlarchi? Pilososlarimiz damashnitsiz aka $90 dan boshlanib, $280 gacha damashli pilososlar bor. Gap yo'q. Gap yo'q. Bular nima endi? Bu aka motoblokni ichida menda chiqqan shu setli bo'ladi bu aka. Setli, tankani sepidan qo'yilgan benzinli. Ustun ishli deyiladi bu. 2 xil modeli bor. 4 xil, masalan, salalkali benzin hamma modeldan bor. Bu benzinli variant. 170 motor esa narxi $750. Xo'p, 177 motorlisi bor. Bular aka $770 chiqadi.
kamini qilib beramiz. Ustun ishni bitta agatni ichiga 60-70 agatlar ichiga zo'r narsa. Gap yo'q. Stabilizator invertorlarchi? Stabilizator invertorlarimiz aka, kilovatiga qarab narxlari o'zgaradi. Masalan, bu nima ishlashlariga qarab turib tavsiya qilinadi. Hozir eng kichkina kilovat necha kilovatli? 1 kilovat. 30 kilovat eng katta. 30 kilovat. Relli 2 xil variantga bo'linadi. Necha puldan necha pulgacha? 780 mingdan aka 580 dollargacha bor. Endi uni kattalardan so'raganlar, kattalarni to'g'rilaymiz. Kattalari ham bor, muammo bor. Endi motobolida mana yerda xishniklari ham turibdi ekan do'stlar. Adashmasam, mana shu traktorimizni motori bilan bir xil motorga o'xshar ekan. Motori bilan motori bir xil. Aha. Orqa tomonda shu frezalar bu uch xil diragisi. Buni uni ham o'tirib haydaysiz, просто rol orqali boshqarinadi bu. Ha, mana do'stlar qaranglar. Ayta tayyor o'zini o'tiradiganlarigacha bor ekan. O'tirib olib, mazalarigacha qo'yilgan. Buni frezasi puliga Sidinas komplekt bo'ladi. Komplektida ikki xil variant bor. Bartovoylisi bor, bezbartovoylisi bor. Aha. Xo'p, bu bezbartovoylisi narxi 17 million 500 ming so'm, 18 million sotilgan aksiyaga tushgan. Keyin bunisi bor, bu 20 million 500 ming so'm chiqadi. Bartovoylisi rollari uzunroq, baquvvatroq varianti, reduktorli bo'ladi. Makoni motor bir xil, lekin barto uch korobkasida farqi bor ekan. Korobkasida farqi bor. Zubur motori bular. Zubur motor aka, ikkovidan zubur motor bo'ladi. Gap yo'q. Endi suv nasoslarchi? Xo'p, suv nasoslarimiz aka gulubinli, benzinli hammasidan bor. Kachkaga qo'yamadigan akalarimiz uchun kachkaniki ham bor. Gulubinlilarimiz narxi 350 ming so'mdan obyomiga qarab 50lik, 100lik, 150lik, 200 hammasidan bor. 250 dollargacha bor. 250 dollargacha. 250 dollargacha bor. Hali chekka yerlardagi do'stlar benzinli varianti ham bor. Benzinli variantlari ham bor. Benzinli variantimizni xo'p 50lik variantidan boshlab turma 50liklar 950 ming so'm. 100lik variantgacha bor. 100liklarimiz aka 200 dollar, shuna 220 dollar, shunaqa atrofda chiqadi narxlari aka. Motoriga, avyomiga qarab telefon qilib tushuntiramiz. Bu gap yo'q ekan. Endi bu tomonda svarka apparati ham do'stlar qaranglar, shu kichkina ham svarka apparat. Bemalol siz xohlagan narsangizni bemalol svarka qilib beriladi. Bundan tashqari kattalarigacha ham bor. Svarka apparat necha puldan necha pulgacha? 700 ming so'mdan boshlanib 300 dollargacha svarka apparatlarimiz. Argon hammasidan bor aka. Gap yo'q. Bu tomonda dori chachadiganlarimiz ham bor ekan. Dori sepadiganlarimiz havolilari bor, kartililari bor. Havolisi 950 ming so'm, kartililari 750 ming so'm bo'ladi. 750 ming so'm. Rasa do'stlar, bahor sari, adashmasam bahorda bularda narxi bor, ancha-munchaga oshib ketadi. Narxi 900 ming so'm, 1 million so'mga sotilgan aka bular. 1 million so'm. Shu prosta hozir buni yangi yil kelgan sari ko'pchilik aksiya qiling degan hisobiga hamma texnikamizga aksiya qo'yib yuborganmiz aka. Gap yo'q do'stlar. Xudo xohlasa bu joyga keladigan bo'lsalaring, sizlarga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma narsa bor. Qishki kunida divijoyni zo'ridan olaman desangiz bor. Mo'shi akalarimizga karter, pilisos. Bundan tashqari, agar to'kis past bo'ladigan bo'lsa, tok ko'tarib beradigan bo'lsa, invertor, ya'ni stabilizatorlar. Bundan tashqari, ular tumanli apparat bas. Suqul tuman aka, shu mo'ykaniki ular ham. Tuman vaqtiga qarab 650 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha suqul tumanlar. 1 million 200 ming so'mgacha gap yo'q. Xullas ko'rsatib o'tgan narsalarimiz hammasi do'stlar aksiyaga tushgan bo'ladi. Bemalol kesalaring ancha arzon narxda bemalol xarid qilishlaring mumkin. Manzilda tushuntiradigan bo'lsak do'stlar, biz hozir Marg'ilon kombinat bozorida biz bu tomondan Marg'ilondan kirishdan do'stlar, ya'ni kombinat bozoriga kirishingizda Parda bozoriga yetmasdan do'stlar chap qo'lda bo'ladi. Bu tomon bo'lsa o'sha kombinat mol bozoridan jichcha o'tganingizdan keyin do'stlar ukalarimizni joylari bo'ladi. Ko'chaga o'zi olib chiqib berishgan. Adashmasam, bu mini traktor faqat sizlarda ko'rdim xolos. Men bu narsani birinchi marta do'stlar syomka qilganimga 1 yildan oshib ketdi, 1 yil baland. 1 yil ichida hali hech kim olib keladigan yo'q. Ukalarimiz o'zi juda katta ob'yomda ish qilishadi. Bundan tashqari traktorda sizlar xohlagan eng katta variantigacha bemalol qilib berishaveradi. Imini o'zlari mana shu narsalarni Xitoydan birinchi qo'l olib keladigan odamni o'zidan video qilyapmiz. Video pastda nomerga aloqa qilsangiz chiroyli narxda qilib berishadi do'stlar. Traktorga bitta baho berasizlar. Aksiyaga do'stlar like turib, podpiskasidan chiqmasin, sog' bo'linglar.